hozir men pokistonlik dugonam bilan ko'rishdim. Gaplashdik-da, masalan, u ham immigrant, u ham masalan Pokistondan kelgan, tashqaridan bu yoqda yashaydi. Masalan, bizda bir xil problemalar, ya'ni masalan, yolg'izlik bo'lishi mumkin. Mana bu racism, ya'ni irqchilik bu yoqda sal kuchliroq. To'g'risini aytsam, anaqa western, ya'ni g'arbiy Yevropa davlatlarida shunaqa irqchilik sal bor. Hop, mana shularni gaplashdik. Keyin aytadiki, что anaqa afsuslanaman bolamni erta anaqa qilganimga, ya'ni erta bola qilganimga, chunki erimni bilar bilmas bola qilganman. Keyin o'sha to'yimizdan keyin hozir men masalan bu yoqda anaqa tug'dim, bu yoqda tug'dim, ya'ni Belgiyada tug'dim va anaqa masalan erim kelmadi, ya'ni erim yordam bermadi. Men bolaga qaradim, erim umuman yordam bermadi. Ya'ni erim o'ylaydiki, hamma narsa financial, ya'ni pul keltirib bersam bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas deb o'ylaydi, lekin men asli xohlayman, что u ham bolani otasi, ya'ni faqat pul emas, balki o'sha bolamning otasi sifatida unga mehr berishini, o'sha men bilan birga bo'lishini deydi. Shunga sizlar nima deb o'ylaysizlar? Finansiy yetkazib bersa bo'ldimi, yetadimi yoki bo'lmasa, ya'ni puldan tashqari ham erkak kishi o'sha prezent bo'lishi kerak, erkak kishi o'sha borligini his qilish kerak.